بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد bugünkü dersimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabalaridan biri Said ibn Amir bin Hudaym radıyallahu anhu'du hayotlari borasida tanishamiz. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Makka müşriklarini tavhidga chaqira boshlaganlarida Hazrat Said u payt 7 yoki 8 yoshda edilar. Avval bu kishi o'yin kulgiga qiziqib u tarafga qarab, shuning uchun islom keltirmaganlar, iymon keltirmaganlar. Qachoniki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Madina Munawvaraga kelganlarida G'azva Xaybardan avvalroq bu kishi Madina Munawvaraga kelib islom keltirganlar. U paytda Hazrat Xubaybning yoshlari kattayib yigitlik safiga kirgan kishi edilar. Bu kishining iymonlariga sabab Hazrat Xubayb bin Adi radhiyallohu anhuning shahodatlari edi. Mushrikin Makka Hazrat Xubayb radhiyallohu anhuni shahid qilmoqlik uchun Makka mukarramadan tashqariga olib chiqdilar. U payt mushrikin Arab, mushrikin Makka hamma yosh bolalarni va ayollarni hammani to'plab Hazrat Xubaybni hamma oldida shahid qilishmoqchi bo'ldi. Bu shahid qilishlikdan maqsad G'azvai Badrda bo'lgan rasvoliklarini qasdini olishlik edi. U paytda Hazrat Xubayb 20larga kirgan ayni yigit bo'lgan kishi edilar. U kishi ham shu birinchi safga kelib, katta ruasai mushrikin arablarning qatorida kelib, u kishi ham turdilar. Bir to'polonning ichidan bir ovoz eshitdilarki, agar mumkin bo'lsa, ya'ni bir ovoz eshitdilarki, bir itminon bilan, qalbi to'la, bir tasalli, sokin bo'lib, rohat bilan so'radilarki, gapirayotganini eshitdilarki, agar mumkin bo'lsa menga 2 rakat namoz o'qishga ijozat beringlar dedilar. Hazrat Xubayb roziyallohu anhu shunday deganlarini u kishi eshitdilar. Mushrikin arab u kishiga 2 rakat namoz o'qishga ijozat berdi. Mana shu qiblaga qarab u kishi namoz o'qishni boshladilar. Juda ham bir xushu, xuzu bilan namoz o'qidilar. O'qib salom berganlardan keyin aytdilarki, Allohga qasam, agar andesha bo'lmaganda ediki, sizlar o'ylardilarki, Xubayb o'limdan qo'rqqandan uzun namoz o'qiyapti deyishga andesha bo'lmaganda edi, men namozni yana ham uzaytirib o'qirdim dedilar. Nimagaki bu kishilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitganlarki, namoz mo'minning meroji degan hadisni eshitganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitganlarki, as-sola qurratu ayni deganlar. Shuning uchun bu kishilar ham eng parishon bo'lgan paytlarida 2 rakat namoz o'qib, o'zlarining dillariga yana ham tasalli berib, Alloh bilan o'rtalarida bir suhbat qilardi go'yoki, ya'ni bir gapirishardi namoz orqali bu kishilar. Shu payt Qurayshning kofirlari u kishini bir a'zosini kesishni boshlashdi. Shu payt kesayotganlarda kofirlar so'radiki, mushriklar so'radiki, ey Xubayb, sen xohlarmidingki, seni o'rningda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'lsalar, va sen uyingda bola chaqalaring bilan maza qilib o'tirsang edi-yu, seni o'rningda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'lsalar, yoki Muhammad sallallohu alayhi vasallam bo'lsalar, sen shuni xohlarmiding deganlar deb so'raganida, u kishi aytdilarki, Allohga qasam, men xohlamaymanki, men uyimda maza qilib bola chaqam bilan o'tirsam-u, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oyoqlariga bir tikon kirishligini ham xohlamayman dedilar. Shahid bo'lib turib aytibdilar. Shahid bo'lib turgan holatlarda shu gapni aytdilar. Shu payt birdan to'polon bo'lib ketdiki, o'ldiringlar, o'ldiringlar. Oxir bu kishi o'sha yerda shahid bo'ldilar. Shu shahid bo'lishdan ozgina avval u kishi osmonga qarab o'z Robbisiga iltijo qilib aytadilarki, ey Alloh, mana shu mendan qasd olayotgan mushriklarni tanlab, meni ko'rib qo'ygin. Bularni bitta qilib qirgin ya Alloh deb duo ibodat qilardilar. Shu
manzarni ko'rdilar Hazrat Said ibn Amir. Ana undan keyin bu kishini shahodatlari Hazrat Said ibn Amirga ko'p narsalarni ibrat qilib, ko'p darsni berib ketdiki, asl hayot maqsadi nima? Yashashlikni maqsadi nima? Iymonni qadr qiymatini, aqida uchun jon berishlikni, iymon uchun, Alloh va Rasuli uchun qanday qilib jon berishlikni, haqiqiy hayotni haqiqatini tushuntirib ketdilar o'z vafotlarida. Har davrda mana shunday mushriklar, kuffarlar musulmonlarga shunday jabr qiladi. Bular o'ylaydiki, biz jabr qilishligimizdan boshqalar ibratlanib islomga kelmaydi deydi, lekin mana shu shahodatlar, mana shu qiynoqlar ko'p insonlarga ko'p narsani tushuntirib qo'yadi. Ko'p darslarni berib ketadi. O'zlari bilmagan holda bundan ko'p ibrat oladilar. Har zamonda shunday bo'lgan. Bu yerda ham Hazrat Xubayb roziyallohu anhuning shahodatlari Hazrat Said ibn Amirga bir dars bo'ldi, bir ibrat bo'ldi. Bu kishi ham G'azva Xaybardan avvalroq kelib iymon keltirdilar. Madina Munawvaraga kelib iymon keltirdilar. Undan keyingi tamom g'azavotlarda bu kishi sherik bo'ldilar. Bu kishi juda ham bahodir, juda ham shijoatlik, ko'p taqvoli kishi edilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu kishini shijoatlaridan, bu kishining taqvolaridan ko'p xursand edilar. Bu kishi shunchalik shijoatli edilarki, Xolid ibn Valid Qansarinda jangida 10 ta odamni tanlashlikka aytdilarki, men 10 ta shunday bahodir, Arabda eng bahodir kishilarni tanlayman deganlarida, shijoatli kishilar tanlayman deganlarida, o'sha 10 tani bittasi Said ibn Amir ham bo'lganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vafotlaridan keyin ozgina bu kishi xilvatda ibodat qildilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu Shomga lashkar yubormoqchi bo'lganlarida Said ibn Amir ham birga o'sha lashkar bilan borib jihad qildilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu zamonalarida Rumliklar hujum qilganda Abu Ubayda bin Jarroh radhiyallohu anhu Madina Munawvaradan yordam so'raganlarida Hazrat Umar radhiyallohu anhu Said ibn Amirni 1000 kishiga amir qilib bu kishi yuborgandilar. Bu kishi yetib borganlarida hattoki musulmonlar, ya'ni Rumliklarga urushga tayyor bo'lib turgan mujohidlar, musulmonlar juda ham Said ibn Amirni kelganlaridan ko'p xursand bo'lishdilar. Nimaga? Ko'p bahodir kishi edilar, ko'p yaxshi bir tadbirkor, yaxshi bir tadbir bilan urushadigan kishi edilar. Shuning uchun bu kishini amir qilib yuborganlarda u kishilar ko'p xursand bo'lganlar. Yarmukdan keyin Shomda bir necha janglarda bu kishi sherik bo'ldilar. Ana undan keyin Hazrat Umar roziyallohu anhu qachonki xalifa bo'lganlarida bu kishi kelib Hazrat Umarga vasiyat qildilar, nasihat qildilar. Hazrat Umar roziyallohu anhu dek sahobiy, Amirul Mo'minin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, agar mendan keyin payg'ambar bo'lganda edi, Umar payg'ambar bo'lardi dedilar. Bu kimga nasihat qilyaptilar? Said ibn Amir Hazrat Umar shunday juda ham katta sahobiyga nasihat qilyaptilarki, birinchi nasihatlari, bu nasihatlari, u kishining qilgan nasihatlari shunday nasihatki, tilloni suv bilan yozadigan nasihat. Hazrat Umar roziyallohu anhu boshlarini egib, u kishining nasihatlarini eshitdilar. Birinchi aytdilarki, ey Umar, Amirul Mo'minin, odamlarning borasida, odamlarning haqqini, huquqini borasida Allohdan qo'rqing. Lekin Allohning borasida odamlardan qo'rqmang. Agar Allohning muomalasi keladigan bo'lsa, hech kimga parvo qilmasdan shu ishni bajo keltiring. Ikkinchisi aytdilarki, ey Amirul Mo'minin, lafz bilan o'zingiz gapirgan gapingiz bilan amalingiz barobar bo'lsin. Eng yaxshi gap shuki, uni o'sha shaxsni, eng yaxshi gap shuki, o'sha shaxsni amali shuni isbot qilsin. Ya'ni amali bilan, qavli bilan fe'llari bir bo'lsa, eng yaxshisi shudir. Uchinchi nasihatlari aytdilarki, ey Umar radhiyallohu anhu, ey Amirul Mo'minin, nima narsaniki o'zingizga va bola chaqangizga munosib biladigan bo'lsangiz, odamlarga ham shuni ravo ko'ring. O'zingiz farzandlaringizga nimaniki ravo ko'rasiz, munosib bilasiz, shuni boshqa insonlarga ham shuni ravo ko'ring dedilar. Oxirida aytdilarki, ey Amirul Mo'minin, haqda turganingizda biron bir kishi malomat qiladigan bo'lsa, uni malomatiga parvo qilmang dedilar. Ya'ni haqda sobit turing deb nasihat qildilar. Mana bu 4 ta nasihat voqeatan Hazrat Said ibn Amirning o'zlarini ichida ham shu bor edi inshaalloh.
oldiroqda kelib tanishamiz inshaalloh. Bu kishi shunday qilib nasihat qildilar. Hazrat Umar roziyallohu anhu qachoniki Himsga hokim qilib bu kishini yo'rmoqchi bo'lganlarida bu kishi inkor qildilar. Hazrat Umar aytdilarki, Allohga qasam men zarur yo'raman. Nima uchunki sizlar xalifalikni zimmasini meni ustimga yuklanlaringiz, o'zlaring orqaga qaytyapsizlar. Yo'q, zarur men Himsga yo'raman deb Himsga bu kishini hokim qilib yubordilar. Qaysi vaqt shu Himsdan odamlar Hazrat Umar roziyallohu anhu bilan ko'rishgani kelganlarida bu kishi so'radilarki, eng g'arib odamlarni ro'yxatini menga o'sha nimasini tuzib beringlar, yozib beringlar deganlarida odamlar eng o'sha Himsdagi eng g'arib, faqir odamlarni yozganlarida birinchi bo'lib Said ibn Amirning nomlari edi. Hazrat Umar roziyallohu anhu so'radilarki, shu hokim Said ibn Amirmi? Odamlar aytdiki, ha, Amirul Mo'minin, o'sha bizning hokimimiz eng g'arib, eng faqir odam Himsda dedilar. Hazrat Umar roziyallohu anhu yig'ladilar va 1000 dinar yubordilar. Yuborganlarida u kishi uylarida qachoniki 1000 dinarni olib kelishi shunday berganlarida u kishi aytdilarki, inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Keyin qissa muxtasarroq qilib aytamiz. U kishi hamma shu dinorlarni g'arib g'urabolarga tarqatib, yetimlarga, bevalarga tarqatib yubordilar. Bir ozgina muddatdan keyin Hazrat Umar roziyallohu anhu o'zlari Himsga bordilar. Bu kishining odatlari ediki, har bir hokimlarni borib o'zlari bir tekshirardilar. Shuning uchun borganlarida Hazrat Said ibn Amirdan odamlar shikoyat qilishdiki, 4 ta shikoyat qilishdi. Birinchi shikoyatlari shu ediki, shikoyat qilishganlarida Hazrat Umar roziyallohu anhu ko'p hayajonlandilarki, meni bu kishini yaxshi tanimaganmidimikin deb ko'p Allohdan iltijo qildilarki, Alloh Said ibn Amirni sobit qilgin. Ya'ni u kishining haq rostligini, taqvoliligini Alloh sobit qilgin duo qildilar. Keyin ikkov shaxsni ham chaqirdilar, shikoyat qiluvchilarni ham, Hazrat Said ibn Amirni ham chaqirdilar. So'radilarki, birinchi shikoyat nima shikoyatlaring bor? Ular aytdilarki, har kuni ertalab kun chiqquncha Said ibn Amir uylaridan chiqmaydi dedilar. Hazrat Umar roziyallohu anhu Said ibn Amirdan so'raganlarida u kishi aytdilarki, Allohga qasam, men oshkora qilishlikni xohlamas edim, lekin Amirul Mo'minin siz qasam berib so'rayapsiz, shuning uchun men aytmoqchiman ki, u kishi aytdilarki, meni uyimda hech bir xodim yo'q. Shuning uchun avval xamir qilaman, xamir ozgina ko'pgandan keyin shuni non qilib yopib, tayyor qilib o'z ahliyamga, o'z oilamga berib, ana undan keyin men ishga chiqaman dedilar. Qarang, bu kishilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitganlarki, sizlarning eng yaxshilaringiz o'z ahli ayoli bilan yaxshi bo'lsa. Men ham o'z ahli ayolim bilan yaxshiman degan hadisni eshitganlar, bu kishilar shunday amal qiladi. Ya'ni bular bir nomus orqimasdilarki, men ayolimga xizmat qilyapman demasdan, balki xamirni ham o'zlari qilib, nonni ham yopib, tayyor qilib berib ketardilar. Nima uchun? Bu kishi o'sha xodim olmaganliklari uchun, xodim uylariga qo'ymaganliklari uchun o'zlari xizmat qilardilar ayollariga. Ikkinchi ishga aytdilar. Ular aytdilarki, kechasi hech kimga javob bermaydi. Agar biron bir zarurat bo'lsa, u kishining uylariga borsak, hech kimga javob bermaydi. Hazrat Umar roziyallohu anhu so'radilar, ha, Amir nima, Said ibn Amir nima deysiz? U kishi aytdilarki, men kunduzini insonlar uchun, Allohning maxluqlari uchun xizmatga berganman, kechasini esa Allohning ibodati uchun tayin qilib qo'yganman. Yana uchinchi ularning shikoyatlari shu ediki, oyda bir marta hech vaqt, ya'ni ertalabda kechgacha ko'chaga chiqmaydilar. Hazrat Umar roziyallohu anhu u kishidan so'radilar, nima uchun? U kishi javob berib aytdilarki, meni uyimda xodimam yo'q, meni ustuvoshim bitta xolos, shu chiptaga o'xshagan ustuvosh, mana shuni yuvib, avval quritib, yumshatib, ana kiyaman, bir kun vaqt ketadi. Boshqa ustuvosh ham yo'q, xodimam yo'q, shuni o'zim qilaman. Ana undan keyin 4-shikoyat ular aytdilarki, ba'zida bu kishi behush bo'lib yotib qoladilar. Hazrat Umar roziyallohu anhu so'raganlarida u kishi javob berib aytdilarki, Hazrat Xubaybni shahodatlari meni esimga tushadi. Kosh men u kishiga yordam qilgan bo'lganim dedi o'sha paytda. U kishini shu Quraysh, Ruasay Quraysh, kuffar Qurayshga badduo qilayotganlari meni yodimga tushadi
men shundan qo'rqqanimdan qiyomat kuni nima javob beraman deb behush bo'lib yotib qolaman dedilar. Hazrat Umar roziyallohu anhu yig'lab ko'p xursand bo'lib u kishiga yana 1000 dinar berdilar. Bu kishi yana o'shini olib borib g'urabolarga, faqirlarga taqsim qildilar. Himisteylar o'z hokimidan so'radilarki, ey Said ibn Amir, nima uchun siz juda ham faqirsiz? Nima uchun mol davlat oldingizda yo'q deb so'raganlarida bu kishi aytdilarki, men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan eshitgandimki, meni ummatimning g'ariblari, faqirlari boylardan ko'ra bir necha yillar avval jannatga kiradi. Men o'shuninchi birinchi jannatga kirishni xohlayman. Shuning uchun men faqirman dedilar. Hazrat Umar roziyallohu anhu so'radilarki, ey Said ibn Amir, nima uchun siz bilan himisteylar juda ham muhabbat qilishadi deb so'raganlarida u kishi aytdilarki, Amirul Mo'minin, faqatgina riyoyani boshqarish emas, balki riyoyaga g'amxo'rlik ham qilaman. Ularni boshqaraman ham va g'amxo'rlik ham qilaman. U kishilarda mol davlatlarini, u kishilarning omonatlarini ham hifozat qilib o'z joyiga beraman. Shuning uchun meni yaxshi ko'radilar deb javob berganlar. Mana shunday ulug' sahobiy 19-hijriyda yoki 21-hijriyda 40 yoshda ajalga labbay dedilar, vafot qildilar. Alloh taolo bu kishilardan ibrat olib, mana shu kishilarni naqsh qadamlarida yurishlikka, Allohga biz ham mana shunday ibodat qilishlikka va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning farmonlariga shunday itoat qilishlikka Alloh taolo bizga ham tavfiq ato qilsin. Alloh taolo bu kishiga ato qilgan taqvodan bizga ham Alloh taolo ato qilsin. Va oxiru davona alhamdulillahi robbil alamin.